Ko'nglingiz bir 60 mi, 70 mi? Necha pul ko'nglingiz? Hozir 90lar. Nech pul? 85 bo'lsa deb turibman-da. 80 ozroq kam bo'ladi. Mani ko'nglim bir 55 lar, 60 lar urdi-da. 55-60 gacha urdi ko'nglim. Siz ham batto'g'ri sindirdi deydi-ki. Mashina endi 90% klassga o'tadi. 90% klassga o'tadi qo'llaning. Tom radnoy lekin. Detal borasida gaplashaman desangiz, hamma detalga klassga bor. Lekin men olganimda, menga aytishgan, mana bu krilo, kapot, bu krilo, eshik. Ha, endi qarang. 4 teshigizga ham klassga bor. Pastga hammasi sepilgan. Endi paroklar sama-sama sepilgan. Men olganimga misol aytaman-ku, bu krilo. Endi 5 kilo yurgan mashinada paroklar radnoy deb so'rashni o'zi birinchidan uyat. Juda bir ahmoqlik bo'lib qoladi-da. Sepilgan uni. Ko'rikda o'zi aytadi uni. Necha pul berasiz? Chelishtirib bir narx ayting qani? Kimdan olmayman mashina? Daryo zamonida. Bir chelishtirib bir narx ayting. Bo'ladiganroq qilib. Aytaman, 85 lar bo'lsa. Ha, pullar olmayman. Dediz yaxshi, yomon emas, lekin pullar olmayman. Bitta bor guringga aytaymi? Juda pataloy narx lekin. Bersangiz oldim, bermasangiz meni molingiz. 69 million bering, 70 million qilib yozib qo'yaman. Kim olsa oldi, olmasa o'zim qolib ketaman. 69 million naqd pul beraman. Nima uchun deng? 5 kunlik yurganim uchun. Yelini hurmat edi, yelini. 18 ekan yili. 69 million beraman. Naqd. Kam bo'ladi. Ha. Necha pul oxiri men odamlarga aytaman. 85 bo'lsa. 80 ham deyil, odamlarga aytib ko'raymi? Menga pulus kerak emas. Mayli, kim balandroq deb turibman-da. Yo'q, 80 ham deb, mana do'st deb biling, agar kimdir olsa, ishoning, rozi bo'ling u pulga. 80 million pulni ushlab tursangiz, o'zim olib beraman. Radnoyni shuni. Bo'ladimi? Akalar ko'ringlar 2018 Gentra. Xo'p, kapot, kiriylar, eshik qolganlari detallar mayda-mayda sepib taylangan. Tom Radnoy. 80 million bo'lsa beraman deyaptilar. 2018 Gentra. Kimgadir muhim bo'lsa ko'ringlar. Telefon nomerini aytinglar do'stlar. 88 026 026 62 26. 62 26. Agar shu mashina kimgadir muhim bo'lsa, bu yerda Instagramga chiqarib beraman, xo'p? Nomeringiz bilan. Bitta yordamda sizga.